Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun. Bundan oldingi videoda shunga o'xshagan akkumulyatorni jonlantiramiz deb harakatda videoga olinib joylangan edi video. Shunda akamiz aytgan nima bo'ldi? Bu akkumulyator parallel ulagan ravishda ko'rdinglar videoda, ilojisi tagiga joylab ketaman. Shunaqa tagiga joylab ketaman, videoda ko'rsanglar bo'ladi. Bundan oldingi kanal ichida bor. Endi jonlantirib ko'rdik suvarka apparati yordamida. Foydasi bo'lmadi. Keyin jonlanmadi. Sal plyus taraf ko'rdik-yu, misol akkumulyator yo'q to'ylari 9, 8 ga ko'tarildi, lekin 12 ga chiqqan yo'q. Ichki qarshiligini tekshirganimizda, ichki qarshilik tekshirgan bitta apparatim turibdi mana. Mana bunisi bor. U endi kamroq ishlaydi u. Nima yana bitta boshqacharoq ichki qarshilik tekshirgan bor. Bu akkumulyator bashi tanlamaydi, ko'pchiligini tekshiradi. Tekshirdik shuni. Foydasi bo'lmadi. Keyin egasi bilan maslahatlashgan holat akkumulyatorda suv quyib ko'ramiz, kislota dedik. Ya'ni kislotani 2 donasiga quyib ko'rdik, bittasiga to'la, bittasiga yarim. Qilganimizda sal foyda qildi, lekin baribir akkumulyatorlar ishlab ketmadi. Bu narsa to'xtab qolgandan keyin o'sha qatib bo'larkan, foydasiz ekan. Endi ishlab turgan holatida quysanglar bo'laveradi ekan, o'zini maxsusini faqat. Endi bu akkumulyatorda o'z kitobida 6 oyda bir tekshirib turish kerak. Sal nima desa bo'ladi, ko'ngil yoqmagan, xiralashib yomon bo'lib qolganiga suvni quyib, ichi qurib qolmash kerak. Shunda xudo xolasa uzoq yillar xizmat qiladi.